Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi brifingimizda Sirdaryo viloyatida 2025-yil yanvar-aprel oylari davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va hukumatining topshiriqlari hamda rasmiy statistika to'g'risidagi qonun talablaridan kelib chiqib, statistika organlari tomonidan amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot berib o'taman. Avvalambor viloyatning ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari bo'yicha statistik ko'rsatkichlarni qisqacha aytib o'tsam. Hisobot davrida viloyatda faoliyat ko'rsatgan 15 mingtadan ortiq xo'jalik yurituvchi subyektlardan statistik kuzatuv va hisobotlar qabul qilinib, tahlil qilingan holda Sirdaryo viloyatining 2025-yil yanvar-aprel oylarida asosiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari shakllantirildi. Aholi soni o'tgan yilning tegishli davriga nisbatan 1.8% ga oshdi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlar va yaratib berilayotgan keng imkoniyatlar natijasida o'tgan 4 oy yakuni bilan 657 ta kichik biznes subyektlari yangidan tashkil qilindi. Mazkur korxonalar qishloq, o'rmon va baliqchilik sohasida 118 ta, sanoat sohasida 90 ta, qurilish sohasida 36 ta, savdo sohasida 264 ta, tashish va saqlash sohasida 13 ta, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar sohasida 44 ta, axborot va aloqa xizmatlarida 26 ta, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasida 6 ta korxonalar yangidan tashkil qilindi. 2025-yilning yanvar-aprel oylarida viloyatda faoliyat yuritayotgan 1155 ta sanoat korxonalari tomonidan umumiy qiymati 6,5 trillion so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, respublikadagi ulushi 2-3% ni tashkil etdi. Sanoat ishlab chiqarish tarkibida ishlab chiqaradigan sanoat sohasining ulushi 60,7%, elektr, gaz, bug' bilan ta'minlash sohasining ulushi 38,3% ga to'g'ri keldi. Joriy yilning 4 oyida ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmi aholi jon boshiga 7 milliard so'mga to'g'ri keldi. O'tgan yilning tegishli davriga nisbatan qishloq xo'jaligi mahsulotlari 4,1% ga oshib, respublikadagi ulushi 3,2% ni tashkil qildi. Shu bilan birga, qurilish sohasi bo'yicha 2025-yilning yanvar-aprel oylarida 1,5 trillion so'mlik qurilish ishlari bajarildi. Bu o'tgan yilning tegishli davriga nisbatan 11,3% ga ko'p bo'ldi. Xizmatlar sohasi bo'yicha joriy yilning 4 oyida 7732 ta faoliyat yuritayotgan korxonalar mavjud bo'lib, ular tomonidan 3,9 trillion so'mlik xizmatlar ko'rsatilib, o'tgan yilning tegishli davriga nisbatan 9,9% ga o'sdi. Xizmatlar sohasida asosan 3561 ta subyekt savdo sohasida, 271 ta subyekt tashish va saqlash sohasida, 651 ta subyekt yashash va ovqatlanish sohasida, 175 ta subyekt axborot va aloqa sohasida, 178 ta subyekt sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish sohasida faoliyat ko'rsatmoqda. Viloyatda joriy yilning o'tgan davr mobaynida 85,9 million AQSh dollarlik qishloq xo'jaligi mahsulotlari, to'qimachilik va oziq-ovqat mahsulotlari eksport qilinib, 2024-yilning tegishli davriga nisbatan o'sishga erishildi. Tovar va xizmatlar eksportida viloyatning asosiy hamkorlari Rossiya Federatsiyasi, Xitoy Xalq Respublikasi, Afg'oniston, Qozog'iston, Turkiya va Pokiston davlatlari hisoblanadi. Ularning umumiy eksport hajmidagi ulushi qariyb 92% ni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi rasmiy statistika to'g'risidagi qonunga muvofiq, viloyat statistika boshqarmasi tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlari to'g'risidagi 34 ta oylik, choraklik va yillik statistik ma'lumotlar to'plami viloyat hokimligi va boshqa tegishli idoralarga taqdim etildi. Yuqorida ta'kidlangan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarining shakllanishida statistika ishlarini ishlab chiqarish dasturi doirasida quyidagi ishlar amalga oshirildi. Jumladan, kuzatuvga tushgan 357 ta savdo faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslarda, 618 ta aholiga xizmat ko'rsatuvchi jismoniy shaxslarda, 189 ta shaxsiy avtotransport egalarida o'z muddatida to'liq va sifatli kuzatuv so'rovnomalari amalga oshirildi. Shuningdek, har chorakning 20-30 sanalarida viloyatdagi 6 ta dehqon va 7 ta chorva mollari hamda parranda bozorlarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotuvchi jismoniy shaxslar bilan kuzatuv so'rovnomalari o'tkazildi. Shuningdek, o'tgan 4 oy davomida viloyatda faoliyat ko'rsatgan korxonalardan ish haqqi va xodimlar soni, sanoat, qishloq xo'jaligi, investitsiyalar o'zlashtirilishi, qurilish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalariga oid statistika hisobotlari qabul qilinib, tahlillar amalga oshirildi. Shu bilan birga,
aholi turmush darajasi va ijtimoiy soha yo'nalishida ham viloyat bo'yicha har oyda 87 tadan jami 435 ta uy xo'jaliklarida tanlama kuzatuvlari amalga oshirildi. Viloyat statistika boshqarmasi va tuman shahar statistika bo'limlari tomonidan huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish, sohaga oid qonunchilik va me'yoriy huquqiy hujjatlar talablarini respondentlarga yetkazish yuzasidan muntazam ravishda profilaktika ishlari olib borilmoqda. Jumladan 2025-yilning yanvar-aprel oylarida 1181 ta respondentlarga tushuntirish ishlari olib borildi. Shu bilan birga viloyat statistika boshqarmasi va uning quyi tizimlari tomonidan profilaktika ishlarini yanada kengaytirish maqsadida mahalliy ommaviy axborot vositalari, ya'ni televideniya, radio, gazeta va jurnallar orqali 71 ta chiqishlar amalga oshirildi. Hurmatli teletomoshabinlar, viloyat statistika organlari tomonidan 2025-yil yanvar-aprel oylarida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha ham tegishli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, viloyat statistika boshqarmasining 2025-yilga mo'ljallangan korrupsiyaga qarshi kurashish dasturi tasdiqlandi. Ushbu dastur doirasida tizim rahbar va xodimlari tomonidan mansab vakolatlarini suiiste'mol qilishga yo'l qo'ymaslik, korrupsiya holatlarini oldini olish, amaldagi qonunchilik hujjatlari talablariga qat'iy rioya etilishini ta'minlash maqsadida o'tgan davr mobaynida tizim xodimlari ishtirokida 5 marotaba davra suhbatlari, seminarlar tashkil qilindi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda 2 marotaba korrupsiyaga qarshi kurash sohasida olib borilayotgan ishlar, sohaga oid tushuntirish tadbirlari tashkil etildi. Shu bilan birga har haftaning juma kuni, ya'ni huquqiy bilimlar kunida xodimlarning huquqiy savodxonligini oshirish hamda yangidan qabul qilinayotgan me'yoriy huquqiy hujjatlar to'g'risida xabardor bo'lishi uchun O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlarining milliy bazasi Lexus'dan olingan normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi tashkillashtirib kelinmoqda. Ushbu o'quv mashg'ulotlarida har oyda 13 tadan 20 tagacha huquqiy hujjatlar o'rganilmoqda. Boshqarma tomonidan statistika faoliyatining ochiqligini ta'minlash va korrupsiyaga qarshi kurashni targ'ib qilish maqsadida rasmiy statistika to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyatini tushuntirishga qaratilgan va korrupsiyaga qarshi kurashishga chorlovchi 8 turdagi tarqatma materiallar ishlab chiqilgan bo'lib, o'tgan 4 oy davomida 1432 ta tarqatma materiallar tadbirkorlik subyektlariga tarqatildi. Viloyat statistika boshqarmasining axborot xizmati faoliyati ham yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining statistika ishlarini tashkil etish va yuritish tizimini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 27-son farmoni hamda ommaviy axborot vositalari mustaqilligini ta'minlash hamda davlat organlari va tashkilotlari axborot xizmatlari faoliyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 43-66-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida viloyatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini ommaviy axborot vositalarida yoritish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, joriy yilning 1-chorak yakuni bilan viloyatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlariga oid tayyorlangan 5 ta infografika roliklari Sirdaryo telekanalida yoritildi. Shu bilan birga viloyatda faoliyat ko'rsatayotgan Yangi Sirdaryo, Guliston hayoti, Yangi hayot, Oq oltin ovozi gazetalarida 20 ta sohaga oid rasmiy statistik ko'rsatkichlar asosida tayyorlangan maqolalar chop etildi. Hurmatli teletomoshabinlar, xulosa qilib aytganda 2025-yilning o'tgan oylari davomida Sirdaryo viloyati statistika sohasida belgilab berilgan vazifalar to'liq va sifatli bajarildi. Axborotlar to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish jarayonlari ilg'or axborot texnologiyalari asosida samarali tashkil etildi. Ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi o'sish ko'rsatkichlari viloyatdagi barqaror rivojlanish jarayonlarini namoyon etib kelmoqda. Viloyat statistika boshqarmasi kelgusida ham aholi, tadbirkorlar va davlat organlari uchun ishonchli, tezkor va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.